Assalomu alaykum. Bugun 20-may 2026-yil. Pomidorlarimizni xudo xolisi ekkanimizga 53 kun bo'ldi. Sizlarga qisqacha aytib o'taman nima qilgan ishlarimizni. Bugun xudo xolisi ildizidan MPK ni 10-10 qiruvchi formulasini berib chiqdik, ya'ni azot, fosfor, kaliyligini, ya'ni kaliysi ko'prog'ini va ustidan biolchimma K-bomber 10 litrga 20 gram hamda Kris 10 litrga 20 gram dorilarni purkab chiqdik, o'g'itlarni. Xudo xolisa pastdagi barglarni olamiz, sekin-sekin tozalab. Endi bunimiz mana 1 2 3 4 5 6. Buni boshini chimchilaymiz, sekin boshlaymiz chimchilash. Pastdagini aytib o'tgandek pastdagi barglarni ham olamiz. Maqsad havoni yaxshilab aylantirish. Sababi bizda ozgina muammo paydo bo'ldi. Muammomiz mana shunaqa pomidorlarimiz chiqyapti. Bu serignil ko'rishingiz mumkin. Asosan shu dimiqishdan bo'ladi. Havoni yaxshi aylanmasligidan, namgarchilikni oshib ketishidan paydo bo'ladi. Bunga ham imkon darajasida harakat qilamiz. Bir taraf qilishga. Xudo xolisa pomidorlarimiz ko'rinishi yomon emas, alhamdulillah. Endi bularni sekin boshini chimchilab, ortiqcha bachkalarni olib tashlashga harakat qilib turibmiz. Duoda bo'lib turinglar. Alloh ishimizga barokat, rivoj bersin. Salomat bo'lasizlar.